Rut. Birinchi bob. İsrailiyaga sardarlar hukmronlik qilgan chaqlarda davlat ichida qahatchilik yuz berdi. U chaqda Yahuda zeminining Afrata rayonidagi Betlehem shahrida Elimelek ismli bir kishi bor edi. U yurtidan ayrilib, xotini Naomi shundaqla Mahlon va Kilyon ismli ikki o'g'lini elib, Moab eliga berib, u yerda vaqtliq turdi. Ular u yerdagi vaqtida Elimelek olamdan o'tib, Naomi ikki o'g'li bilan qoldi. İkki o'g'li Moab yurtining qizlaridan Orpa va Rutlarga uylendi. Ular u yerda 10 yilcha yashagandan keyin Mahlon va Kilyonlarmu vafot bo'lib, Naomi farzandsiz tul bo'lib qoldi. Naomi Moabda turgan vaqtida Parvardigorning o'z xalqiga baxt ato qilib, ularga mo'l hosil berganligini anglab, yurtiga qaytmoqchi bo'ldi. U ikki kelini bilan billa burun turgan makonidan ayrilib, Yahuda zeminiga qarab menish yo'lida ikki keliniga "Sizlar endi onanglarnikiga qaytib ketsanglar. Sizlar menga va mahrumlaringlarga yaxshi qarg'ininglardek, Parvardigormu sizlarga yaxshilik ato qilg'ay. Parvardigor sizlarning yana nikohlanib, o'lik o'choqliq bo'lib, omonlikda yashashinglarni nasib qilsin" dedi. Shuning bilan Naomi ularni so'yib qo'ydi. Lekin ikki kelin, "Yo'q, biz siz bilan billa o'z xalqingizning yeniga ketimiz" deb un selib yig'ilishib ketishdi. Biroq Naomi, "Qizlarim, qaytib ketinglar. Nemishqa men bilan ketsizlar? O'ylab beqinglar. Men yana sizlarga er bo'ladigan o'g'il tug'alamdiman. Qaytib ketinglar. Qizlarim, meninglar. Mening yishim nikohlanish yishidan o'tib ketdi. Nikohlanishga azroq umidnimi bor deyli. Agar men bugunla birsiga tegib o'g'illik bo'ldimmi deyli. Sizlar u o'g'illar balog'atga yetguncha kutib turalamsizlar? Sizlar boshqa erga tegmay ularni kutalamsizlar? Yo'q, qizlarim, bundoq bo'lishi mumkin emas. Meni Parvardigor urdi. Parvardigorning menga ato qilgan sho'r peshonlikni sizlar tatsanglar to'g'ri bo'lmaydi, dedi. Ular yana qattiq yig'lashdi. Orpa qiynonasini so'yib qo'yib ketdi. Lekin Rut qiynonasini chin quchoqladi. Naomi uningga, "Rut, kelin singling o'z xalqining va ilohining yeniga ketdi. Senmu uning kaynidan qaytqin" dedi. Biroq Rut, "Meni sizdan tenib qishingizdan ketishga zo'rlamang. Siz nega bosiniz? Menmu shu yerga boraman. Siz nega tursiz? Menmu shu yerda turaman. Sizning xalqingiz meningmi xalqim. Sizning xudoyingiz meningmi xudoyim. Siz qayerda o'lsangiz, menmu shu yerda o'laman va shu yerga ko'milaman. O'limdan boshqa hech qanday narsa bizni ayirib etolmaydi. Agar men bu qasimimga amal qilmasam, Parvardigor meni qattiq jazolasin", dedi. Rutning o'zi bilan birga ketishni shunchalik kuchlik talab qilayotganligini ko'rgan Naomi uni qayta zo'rlamadi. Ular birga minib Betlehemga bordi. Ular yetib borganda
Bütün şehir halkı hayacanğı çömdi. Ayallar acablanıp bir-biriga "U rastilla Naomi midu?" deyishdi. Naomi, meni yaqinliq Naomi demay, ochiq Mara dangla, dedi. U yana ularga "Hammaga qodir Xudo meni sho'r peshona qildi. Men yurtimdan ketganimda baxtlik edim. Lekin hozir Parvardigor meni hammadan mahrum qildi. Parvardigor meni aybladi. Hammaga qodir Xudo menga kulfat soldi. Shundaq desa, sizlar meni nemishqa yana Naomi deb ataysizlar, dedi. Shu tariqada Naomi ve onun muvafiq kelini Rut Moab'dan qaytib keldi. Ular Beytlehem'ge yetib kelganda arpa o'rmisi emdi boshlangan edi.